Hammaga salom, bu Slazer. Bugungi videoda PUBG Mobile'da 2026-yildagi to'liq sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Faqatgina bir nechta sozlama emas, boshqaruv panelidagi hamma sozlamani 100% aniq qilib tushuntirib o'taman. Aniq bilaman, video siz uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalimga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'ying. Bu qilgan ishingiz meni yanada sifatli va foydali videolar chiqarishimga katta poddershka bo'ladi. Gapni ko'p cho'zib o'tirmayman. Unda birinchi sozlamadan boshladim. Boshqaruv menyusiga kirganimizda tepada yana ikkita menyu chiqadi. Asosiy boshqaruvlar va takomillashgan boshqaruvlar. Asosiy boshqaruvlardan boshlayman. Chapdagi o't otish tugmasini ko'rsatish. Agar buni faolsizlantirib qo'ysangiz, chapdagi bu knopka yo'q bo'lib qoladi. Faqatgina o'ng tomondagi otish tugmasidan foydalanasiz. Agar nishon yoniqqa qo'ysangiz, siz har qanday orujada preset ochganingizda bu knopka chiqadi. Preset ochmagan holda bundan foydalanish imkonsiz. Doim yoniqqa qo'ysangiz, har qanday vaziyatda bu knopka hech qayerga ketmaydi. Endi surma zatvorli miltiq va arbalet otish rejimi. Uning pastida esa sochma miltiq otish rejimi bor. Bular bir xil sozlama, faqat ikki turdagi orujalar uchun ishlaydi. Biri arbalet uchun, biri barcha drovaviklar uchun. Agarda buni qo'yib yuborishga qo'ysangiz, tepada aytgan belgilangan orujalarda otish uchun tugmani bosib qo'yib yuborasiz. Ya'ni otish tugmasini bosgan vaqtingiz emas, qo'yib yuborgan vaqtingiz o'q uziladi. Teginish esa standart sozlama. Otish uchun bir marta bosasiz bo'ldi. Keyingi sozlama nishonga olish rejimi. Teginish bu preset ochish uchun knopkani ustiga bir marta bosib qo'yasiz. Preset ochilib turadi. Yopish uchun ustiga yana bir marta bosasiz. Ushlab turishga qo'ysangiz, preset ochish uchun knopkani bosib turishingiz kerak. Qo'yib yuborsangiz yopiladi. Aralashda esa bu ikkisini ham ishlatsa bo'ladi. ADS vaqtida kamera aylanishi. Bu yoniq bo'lsa, siz preset ochib kamerani sura olasiz. Agar buni o'chirib qo'ysangiz, preset ochgan barmoq orqali kamerani sura olmaysiz. Endi nishonni tezkor almashtirish. Agar buni yoqib qo'ysangiz, orujalarda preset alishtirish uchun alohida knopka chiqadi. Buni sumkani ochib preset alishtirishdan ancha qulay va tez. O'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, preset alishtirish uchun sumkani ochishga to'g'ri keladi. Keyingi yonbosh nishon tugmasi. Bu bokoviy preset uchun sozlama. Agar buni ishlash uchun bosinga qo'ysangiz, yonbosh presetni ochish uchun shu knopkani bosasiz. Almashtirish uchun bosing esa shunchaki bu knopkani bosib qo'ysangiz, arusha o'zi yonbosh nishonga o'tadi. Oddiy preset ochib, bokoviy presetdan foydalansangiz bo'ladi. Fokus masofani moslash. Teginishga qo'ysangiz 6x va 8x presetlarini yaqinlashtirish va uzoqlashtirish uchun bu knopkani ustiga bir marta bosib foydalansangiz bo'ladi. Ushlab turishga qo'ysangiz, uzoq va yaqin qilish uchun ustiga bosib turgan holda tepaga yoki pastga swipe qilasiz. Ana endi poylash sozlamalari. Bu pik qiladigan knopkani sozlamasi. Bundagi poylash rejimi tepada aytgan sozlama bilan bir xil. Teginish, ushlab turish va aralash. Faqat bu pik qiladigan knopka uchun. Va pastda poylash va nishonga olish sozlamasi. Agar buni yoqib qo'ysangiz, pik qilish knopkasini bosgan zahotingiz preset ochiladi, ya'ni oddiy pik qilib bo'lmaydi. Avtomatik tarzda preset bilan ochiladi. Asosiy boshqaruvlardagi oxirgi sozlama poylash paytida kamera aylanishi. Bu yoniq bo'lsa, pik qilgan barmog'ingiz bilan kamerani sura olamiz. O'chiq bo'lsa, knopkani o'zi ishlaydi, kamerani sura olmaymiz. Asosiy boshqaruvlar menyusida sozlamalar qolmadi. Hammasini aytib o'tdim. Endi navbat takomillashgan sozlamalarga. Birinchida universal belgi. Bu metga beradigan knopkani yoqib o'chiradigan sozlama. Keyingisi assistni belgilash. Buni yoqib qo'ysangiz, transportga yoki dropga metga berishingiz ancha osonlashadi. Ya'ni 10 metrgacha xato bergan bo'lsangiz ham avtomatik siz metga bermoqchi bo'lgan narsaga belgi qo'yiladi. Keyingi sozlama boshqa tekkan o'qning tovushli effektlari va pastida xuddi shu sozlama, faqat gavdaga tekkan vaqt ovoz chiqaradi. Buni esa eshitib ko'rishingiz mumkin. Knockdown va yo'q qilish tovushli effektlari. Bu sozlama siz nok berganingizda yoki dabit qilganingizda tovush orqali xabar berishni yoqib o'chiradigan sozlama. Va keyingi otish rejimi tugmasi namoyishi. Birlashtirishga qo'ysangiz, orujani otish uchun rejimlarni o'zgartiradigan knopka oruja tepasida bo'ladi. Agar ajratishga qo'ysangiz, orujani o'zini alohida, rejimni sozlaydigan knopkani alohida joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Sakrash va tirmashish. Buni birlashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, tirmashadigan va sakraydigan knopka bitta bo'ladi. Ya'ni ustun oldiga borasiz, u tirmashish uchun knopka. Uzoqlashsangiz esa oddiy sakraydigan knopka bo'ladi. Ajratishga qo'ysangiz, har ikkalasi uchun alohida knopkalar chiqadi. Cho'kkalash va yuz tuban yotishni birlashtirish. Bu sozlamani yoqsangiz, yotish uchun o'tiradigan knopkani bosib turishingiz kerak. O'chiradigan bo'lsangiz, yotish uchun alohida knopka chiqadi. Tezkor uloqtirish. Bu haya, dim yoki da molotani ustiga bosib turgan holda otishni yoqib o'chiradigan sozlama. Tezkor uloqtirish hududi. Almashtirishda siz faqat hayalarni alishtirasiz. Uloqtirishda esa alishtirishga bossangiz otib yuboradi. Keyingi sozlama sarf materiallarini uloqtirish. Bu o'zimizdan uzoq joyga bint, apteka va bus otishimiz mumkin. O'chirib qo'ysak ota olmaymiz. Shaffof interfeys rejimi esa match ichida PUBG Mobile logosiga bir necha soniya bosib, ekrandagi hamma knopka va interfeysni o'chirib qo'yadigan funksiya sozlamasi. Sirpanish bu arena va ba'zi WoW kartalarda sirpanishni yoqib o'chiradigan sozlama. Birinchi shaxs almashinuvi 3 litso vaqtida 1 litsoga o'tkazadigan knopkani o'chirib yoqish uchun sozlama. Undan pastda esa qurolni dinamik holati. Bu 1 litsoda orujani pastroqqa ko'rsatishni o'chirib yoqadigan sozlama. Va pastda 3 qator foizlar bilan sozlanadigan 3
uchinchi shaxs, birinchi shaxs va siltov sezuvchanligi bor. Birinchisi va ikkinchisi personajni uzoqroqdan yoki yaqinroqdan ko'rsatish uchun sozlama. Qanchalik yuqori qilgan sari personaj ekrandan shunchalik uzoqlashadi. Siltov sezuvchanligi esa joystikning sezgirligini sozlaydi. Past qilgan sari tez yugurish og'irroq. Qancha yuqori qilsangiz personaj shunchalik tez yuguradi. Endi keyingi sozlama belgi uslubi. Klassik belgi uslubida siz metga bergan joyning ustiga joylashuv logosi chiqib qoladi. Zamonaviyda esa metga bergan joyingiz yopilib qolmaydi. Joylashuv logosi metkadan teparoq qismda turadi. Yugurish, poylash rejimini faolsizlantiradi. Bu sozlamani yoqib qo'ysangiz, pik qilib turgan holingizda yurib pikdan chiqib ketish mumkin. Aksincha, o'chiq bo'lsa, pikdan siz hech qandaysiga yurib chiqa olmaysiz. Faqat pikni qo'yib yuborib chiqish mumkin. Do'stlar, bir daqiqa, meni Telegram kanalimga obuna bo'lganmisiz? Yo'q bo'lsa, hoziroq ekraningizdagi yoki opisaniyadagi link orqali o'tib obuna bo'lib qo'ying. Chiqadigan yangi videolar va shaxsiy sozlamalarim, chustlarimni Telegram kanalga doimiy tashlab turaman. Va yana bir gap, 500 ta obunachiga yetganimizda sizlarga yoqadigan konkurschalar o'ynalib turadi va hamma savollarga ham Telegram kanalim orqali javob topishingiz mumkin. Hoziroq pastga tushing va obuna bo'ling. Endi pastroqqa tushganimizda nishonga olishda yordam sozlamasi bor. Bu sozlama sizni presellizni dushmanga iloji boricha to'g'rilab beradi. Ya'ni dushmanning qorin qismiga presel magnit kabi tortiladi. Buni faqat past FPS devicelar uchun maslahat beraman. Va asosiy ekran audio markerlari. Bu sozlama yonimizda dushman yoki transport bo'lganda ekrandan mana shunday belgilar chiqadi. Faolsizlantirib qo'ysangiz, bu belgilar ekranda emas, xaritada chiqadi. Faqat oqibatga qo'ysangiz, bitta klassik rejim uchun ishlaydi. Keyingi zarba joylashuvlarini avtomatik belgilash. Bu sozlama siz dushmanga urin berganingiz ya'ni o'qis teggan holatida komandaga va sizga metga bergan holda dushmanni ko'rsatadi. Patron kimligi haqida ovozli eslatmani yoqib qo'ysangiz, siz har qanday orujada otayotganingizda o'qlar kam qolgani haqida tovush orqali xabar beradi. Davolanish eslatmasi. Bu esa mashda sizning joningiz kam qolganida yozuvlar va audio bilan davolaning deb sizga eslatib turadi. Pastida doim bintdan foydalanish bor. Agarda buni o'chirib qo'ysangiz, har bitta bint o'rash uchun alohida ustiga bosib turishingiz kerak. Yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, bint ustiga bir marta bosib qo'yasiz. Jon 75% ga to'lguncha avtomatik bint uradi. Eshiklarni avtomatik ochish. Yoniq holatida biz eshiklarga urilsak, ular avtomatik ochiladi. O'chirib qo'yadigan bo'lsak, eshiklarni ochish va yopish uchun ruchnoy harakat qilishimiz kerak. Va uning pastida nishon olish to'silganligi haqida ogohlantirish. Yoniq bo'lsa siz ota olmaydigan yoki da presel ochib bo'lmaydigan joylarda mumkin emas logosini chiqarib sizni ogohlantiradi. Agarda bu o'chiq bo'lsa, har qanday holatda presel ko'rinib turadi. Gorizontal surishning tezlashuvi. Yoniq holatida siz ekranni qanchalik tez swipe qilsangiz, chust shunchalik tezlashadi. O'chiq holatida sekin sursangiz ham, tez sursangiz ham bir xil chustda ishlaydi. Mashta avtoxabar. Bu sozlama mashq davomida sizga har xil vaziyatlarni yozuv va audio orqali xabar berib turadi. Xaritani ochish uchun ushlab turish. Buni yoqib qo'ysangiz, siz xarita ochish uchun uni ustiga bosib turasiz va qo'yib yuborsangiz, xarita yopiladi. O'chiq holatida bu funksiya ishlamaydi. Uloqtirish trayektoriyasini ko'rsatish. Bu sozlama siz qo'lingizga haya, dim, umuman uloqtirsa bo'ladigan narsani olganingizda oq chiziq bilan u taxminan qayerga tushishini ko'rsatib turadi. O'chiq holatida siz faqat otayotgan vaqtingiz qizil chiziqlar bilan ko'rsatadi. Sovuq qurol bilan avtomatik qurollanish. Agarda siz o'q uzayotgan bo'lsangiz va qurollingizda patron tugab qolsa, avtomatik tarzda personaj qo'liga sovuq qurol oladi va birlamchi sovuq qurol. Bu matchda yoki da qayta tug'ilganingizda sizga beriladigan hanjar yoki macheta qaysi biri sizga kerakli bo'lsa, o'shanga qo'yib olasiz. O'qlashga xalaqit berish usuli, ya'ni siz qurolni o'qlayotgan vaqtingiz uni admin qilish uchun o'qlashga yana qayta bosish yoki otish tugmasini bosish orqali admin qilsangiz bo'ladi. Aralashda esa har ikkisidan ham foydalana olasiz. Va pastda 3 ta sozlama: avtomatik sakrash, joylashuvni belgilash uchun teginish va birlamchi desant roli bor. Birinchisini yoqsangiz, siz samolyotdan sakrashish shart emas. Xaritaga metga bersangiz, avtomatik metkaga o'zi tushadi. Ikkinchi sozlama bilan samolyotda ketayotgan vaqtda xaritaga shunchaki bosgan holda metga bersa bo'ladi. Va uchinchisi, bu yoniq holatda sizni parashyutdan olib tushadigan insonga har safar avtomatik ulab qo'yish uchun sozlama. Pastda giroskopni o'chirib yoqadigan sozlama. Undan pastrog'ida nishonga olish funksiyalari bor. Bu ekranga alohida knopka chiqaradi. Bu xuddiki presel ochish funksiyasiga o'xshash, faqat presel ochmagan holda nishonga oladi. Va oxirgi sozlama yozib olish va tomosha qilish sozlamalari. Birinchisi asosiy lahzalar. Bu o'yinda klanch berganingizda yoki da uzoqdan zajim berganingizda PUBG Mobile statistikasi ichiga yozib oladi. Bu ortiqcha xotira olmaydi, chunki hammasi onlayn serverlarda bo'ladi. Mag'lubiyat takrori. Siz mashda o'lib qolsangiz, sizni dushman qanday otganini aynan dushmanning litsosidan ko'rishingiz mumkin. Cheklangan takror. Bu ham o'yin vaqtini yozib oladi, faqat WoW kartada. Va eng so'nggi sozlama tomosha qilishda kadrlar chastotasini pasaytirish. Bu yoniq bo'lsa, do'stlarni tomosha qilish rejimida sizda FPS past bo'ladi. Pastda esa ikkita sozlama bor, lekin men ularni bilmayman, chunki bu sozlamalar Metro Royale rejimi uchun. Xo'sh, PUBG'dagi asosiy sozlamalarni emas,
emas, balki qancha sozlama bo'lsa, hammasini nima vazifada ekanligini to'liq aytib o'tdim. O'ylaymanki, videodan nimanidir o'rganib oldingiz. Videoni ko'proq insonga yetkazish uchun like bosish esingizdan chiqmasin va albatta shu qatori obunani ham bosib qo'ying. Zeroki bunday foydali kontentlar to'xtab qolmasligi uchun. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Slazer bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.